أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Bugün biz dersimizden devamı yine el-kelam ve ma yeta'allafu minhu. Yine biz El-Fiyatü Malik diyen kitabımızın bugünkü dersimiz yine el-kelam ve ma yeta'allafu minhu. Kelam ve kelam onundan tüzülüdüğün narsiler diyen babı toxtalımız. Yine kelamuna lebzun mufidun kestakim ve ismun ve fi'lun sümme harfunil kelim vahiduhu kelimetun vel kavlu am ve kelimetun biha kelamun kad yu'am diye müştişki beytini biz düşünüp bütümüz. Musannif rahimahullah deydi ki kelam ve ma yeta'allafu minhu. Yani bu şu kelamın düşündürülüşünün babı ve kelam onundan tüzülüdüğün yani kelimelerinin düşündürülüşünün babı diyen oldu. Kelamuna lebzun mufidun kestakim. Yani kelamuna bin nahviyin. Nahvillerinin nazırdaki kelam demekçi. Yani kelamuna bizden kelamımızın bizden maksat nahville maksat kılıngan oldu. Şu nahvillerinin nazırdaki kelam yani lebzun mufidun kestakim. İstakim degen okşaş paydalık lebzi oludu. İsim pil harfler, isim pil andın harf mu? Harfler kelimedir, kelimdir. Kelimnin birliki kelimetun buludu. Kavl am. El-kavlu am, kavl umum. Hemmini öz çıkarıdı, umum raklıdı. Kelime bilen bazıda kelam maksat kılındı. İşte beytinin tercümesi emri kelamına yani kelam adette bulaşçın bunun da lebzun mufid buluş gerek. Yani kelam biz maksat kılan kelam bulaşçın lebzi buluş gerek. O lebzi olğandı mı mufid boğan lebzi buluş gerek. Anda da kelam ve ma yeta'allafu minhu ki biz bir yere kelamla olan düşünsek kelam diyen nime digende el-kelam yetekevvenu min kelimetin ev ekser ve efade ma'nen tam. İki yaki onun köp sözünü terkip tapkan tuluq oy fikrini bildirgen söz bölükünü adette biz kelam deyimiz. Yaki bunu biz cümle dep atayımız. Şuna bu yerde kitabımızın özüki bekni şerhliğimizde kelamına lebzun mufidun kestakim. Emdi bir gramatikada kelam bulaşçın çokum bu lebzi oluş gerek. Birinci şart lebzi oluş gerek. Anda da lebzi adette lebzi degen nima deganda egizdan chiqqan narsani anda lebzi deymiz. Agar u haqancha to'liq o'y fikrini bildirgan bo'lsa-mu, lekin lebzi bo'lsa, u egizdan chiqmagan bo'lsa, kalam bo'lmaydi. Kalam deb atalmaydi. Nemishqa bizning bu yerda maqsadimiz labzun mufidun deganligi uchun anda bo'lsa labzi qilinmagan ma'noni to'g'rilanib bo'lsa buldu ishorat qilganga o'xshash. Masalan, bunda qilsak o'ltiring deganga o'xshash, bunda qilsak qo'pon deganga o'xshash, bunda qilsak yaxshi deganga o'xshash, bunda qilsak yaxshi emas deganga o'xshash. Ya'ni ishoratlar bilanmi ma'noni bildirgili bo'ladi, lekin buni biz nima deymiz? Kalam deb atamaymiz. Ya'ni kalam bo'lish uchun chuqum labzi bo'lish kerak. Endi labzining hammasi kalam bilan dodisi yo'q. Labzining ichida chuqum labzun mufid bo'lish kerak. Labzi endi to'liq o'y fikrini ifodalagan labzi bo'lsin dedik. To'liq o'y fikrini ifodalash uchun chuqum bu labzi bir ma'noni to'liq o'y fikrini bildirish uchun chuqum bu murakkab bo'lish kerak. Endi murakkab odatda labzi murakkab labzi aslida mufrad va murakkab bo'ladi. Mufrad degan nima desa, uning juz'isi, uning ma'nosi, uning juz'isiga dalolat qilmasa mufrad bo'ladi. Uning ma'nosining juz'ilari labzining juz'ilariga dalolat qilsa, o'chada u murakkab bo'ladi. Masalan, biz
Baqarun desek kala degan bo'ldi, bu bir lafzi mufrad deb ataymiz. Nima ish qilib mufrad deymiz deganda, chunki kala degan iboratki ka baqardagi bani yoki kalardagi la baqardagi qopni yoki rani bildirmaydi. Demak, baqardagi ba qop raning umumiy yig'indisi kala degan ma'noni bildirdi. Shunga biz buni mufrad deb ataymiz. Chunki mufrad degan nima desa, uning ma'nosining juz'iylari uning lafzining juz'iga dalolat qilmasa, ondan u mufrad bo'ladi. Ammo murakkabchi uning lafzining ma'nosining juz'iylari lafzining juz'iylariga dalolat qilsa bo'ladi. Masalan, kitobi Muhammad desak, Muhammadning kitobi desak yoki qalamu Ahmad desak, Ahmadning qalami desak, qalamni unda bildir. Yoki baqaru fallah desak, dehqonning kalisi desak, fallah degan dehqon degan so'z fallah degan bilakni, kala degan so'z baqar degan bilakni ko'rsatdi. Mana buni bir murakkab deymiz. Demak, unda da u lafzi cho'qim murakkab bo'lishi kerak. Lafzi murakkab bo'lib mufid bo'lsin dedik. Endi murakkabning hammasi mufid bo'lmaydi. Unda da lafzi bo'lsin dedik, og'izdan chiqqan bo'lishi kerak. Shundaqla u bir ma'noni murakkab bo'lgan bo'lishi kerak. Endi murakkab bir nechaga bo'linadi? Murakkabi izofi, murakkabi tavsifi, murakkabi mazji, murakkabi i'dodi degan. Murakkabi buning orasida bizning maqsad qilganimiz murakkabi isnodi bo'lib, u murakkab bo'lgandan cho'qim murakkab bo'lishi kerak. Murakkab bo'lish bilan birga lafzi murakkab bo'lish, murakkab ikkinchi bir shartini bo'lish kerak, mufid bo'lish kerak, to'liq o'y fikrini ifodalab bergan bo'lish kerak. Unda o'zi lafzlar murakkab bo'lib, to'liq o'y fikrini ifodalamaydigan ahvol bor desa bor. U qanday desa, masalan, bir so'zni biz misolga olsak, ba'zi murakkab bo'lib to'liq o'y fikrini bildiradi, ba'zi murakkab bo'lib to'liq o'y fikrini bildirmaydigan ahvol bor. Masalan, jaa Muhammadun desak, Muhammad keldi desak, buni bu Muhammad bilan jaa degan so'z ikkisi birikdi, murakkab bo'ldi, o'tirdi, isnod tepildi, nisbat tepildi. Bu to'liq o'y fikrini bildirganligi uchun buni kalam degan bo'ldi. Endi inja Muhammad desakchi murakkab bo'ldi, Muhammad kasa dedik, to'liq o'y fikrini bildiramadi. Buni unda o'zi kalam degan olmaydi. Shunga jaa Muhammadunni kalam deymiz, injaa Muhammadunni biz uni kalam degan olmaydi. Shunga kalamuna lafzun mufidun deganda, ya'ni kalam bizning maqsad qilgan kalamimiz cho'qim murakkab bo'lgan lafzi bo'lishi kerak. U murakkab bo'lgandimi to'liq o'y fikrini ifodalagan bo'lishi kerak. Bu bizningki istaqim degan so'zga o'xshaydi. Kaqavlika istaqim degan. Istaqim, kastaqim dedi. Kastaqim sizning istaqim degan so'zingizga o'xshash. Istaqim mana bu kalam. Chunki istaqimning tagida zamir anta degan zamir bilan qo'shilib, sen tug'in, sen o'lchamlik tug'in degan bir ma'noda istaqim mana bu kalam bo'ladi. Yani qo'shib to'liq o'y fikrini bildira olganligi uchun. Unda da maqsad qilganimiz kalamuna lafzun mufidun kastaqim. Endi istaqimdan boshqalar maqsad qilinsin bo'ladi. Istaqimdan boshqa misol keltirsak bo'ladi. Masalan, kayajtahidu Muhammad tirishib deganga o'xshash. Haza talibun deganga o'xshash. Bu o'quvchi deganga o'xshash to'liq o'y fikrini bildirsa bo'ladi. Shu. Unda da kalam nimalardan tuziladi? Kalam nimalardan tuziladi degan bir masala chiqadi va kalam bilan kalam va shundaqla kalima, kalim, qawl, lafz, jumla degan beri 6 dona atalg'i bor. Biz buni tafsil ko'rib o'tamiz. Vasmun va fi'lun summa harfunil kalim. Ism, kalim, ism, fi'l, harflar kalimdir. Yani kalim bu kaliminingki köplük oludu, kalimning birligi kalimatun bo'ladi. Unda bo'lsa, buningdan turib oldik arabcha al-kalimatul arabiyya salasatu aqsam, ism, fe'l, harfdan iborat 3 qismga bo'linadi degan bo'ldi. Unda bo'lsa, bu yerda ism degan nima, fe'l degan nima, harf degan nima degan haqida tafsil to'xtalamiz. Biz kitobning beytini tafsil tushunib bo'lgandan keyin endi
isim fiil harfler kelime dedik. Benim ismun ve fi'lun sümme harfu nil kelim dedik. Anındın kırvaldık ki kelim degen isim fiil harflerini kelime deyimiz degen oldu. Birini hem kelimden birlikte kelimetun buldu. Kavl am. Hem kavl mesela kelimenin mi kavl degil oldu, kalamın mı kavl degil oldu, cümlenin mi kavl degil oldu. Ondan başka kavl umum aletde oldu. Şu her kandak kelimeni kavl deyimiz, her kandak kalamını kavl deyimiz. Hem de onun hemmisini ekip hemini çok lebze degil oldu. Hem de kelime öyle bazı çağda kalam maksat kılındı. Kelime sözünüp bunun kalam maksat kılındığı ahval var. Mesela kelimetü şehade, kelimetü tevhid. Mesela tevhid kelimesi desek la ilahe illallah din ibaret bir cümle maksat kılındı. Onu bunun kelime tevhid de batkan. Kelimetü şehade, şehadet kelimesi desek ne eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü diyen goşaş mana bu yerde kelime sözünüp kelimeden kalam maksat kılındığı ahval var. Biz hem de müşahede izade bugünkü dersimizde kelime degen nime, kelim degen nime, hem de kelimenin köplüğü oldu. Kanda olsa kelim buludu, kanda olsa kalam buludu, kanda olsa kelim buludu, kanda olsa cümle buludu, kanda olsa söz buludu, kavl buludu, kanda olsa lebze buludu. Degen haqda biz tafsili to'xtalamiz. Avvalan bizning hem de adette kelime Muhammed, Ahmet, Halid, Bekri, Adaptar, kitap gibi o'sha so'zlarni biz uni kelime deymiz, kelime. Hem de kelime adette 3 kısımga bölünadi. Kelime isim, fiil, harf diye ibaret 3 kısımga bölünadi. Onda olsa isim degen nima deganda el isim kullu kelimetun tadullu ala ma'nan muayyan bidun zaman. Yani bidun zaman. Zaman uqumu bo'lmagan to'liq o'y fikrini muayyan bir ma'ni bildirgan so'zni deymiz kelime. Isim deymiz. Isim kullu kelime tadullu ala ma'nan muayyan bidun zaman. Zaman uqumu bo'lmagan muayyan bir ma'ni bildirgan so'zni ism deymiz. Onda da isim bu isim öz navbatida bir nechaga bo'linadi. Ism yana öz navbatida biz ko'rib o'tganimizdek ism ma'rifa va nakira deb bo'linadi. Ism ma'rifaga bir bo'linadi, nakiraga bo'linadi. Ma'rifa bo'lmaganning hammasi nakira bo'ladi. Ma'rifa öz navbatida 7 qismda biz buni tafsil ko'rib o'tamiz. Masalan, ism ishorat, ism mavsul, kishilik almashlar, ism alamlar deganga o'xshash ism ma'rifa va nakira deb bir bo'linadi. Yana ism muzakkar va muannas. Yana erlik ism va ayollik ism deb bir bo'linadi. Erlik ism va ayollik ism. Endi ayollik ism qanday ism bo'ladi? Erlik ism qanday? Erlarning erlikni bildirgan ism erlik ism bo'ladi. Ayollikni bildirgan ism ayollik ism bo'ladi. Yani ayollik bo'lmagan har qanday ism erlik bo'ladi. Endi buning tafsilotini keyin ko'rib o'tamiz. Undan boshqa ism yana ma'rifa va nakira bilan o'xshash. Ism shundaqla erlik va ayollik bilan o'xshash. Ism shundaqla mu'rab va mabni deb buni bo'linadi. Mesela ma'rab degan nima edi desak, jumladagi o'rni o'zgarishdan uning oxirining i'robi o'zgarganini biz ma'rab deymiz. Al-ism ma'rab ismun yatagayyaru akhiruha yoki akhiruhu bi taghayyur mawqi'il jumla. Jumladagi o'rni o'zgarishdan uning oxirining suzuq tovushi belgisi o'zgargan bo'lsa, buni ma'rab ism deymiz. Masalan, ja'a Muhammadun, ra'aytu Muhammadan, sallamtu ala Muhammadin desak eşlik Muhammadning jumladagi o'rni o'zgarishi bilan uning oxirgi suzuq tovush belgilarning o'zgarganligi. Uningdan boshqa ism yana o'z navbatida mabni mu'rab mabni degan nima desa o'zining oxirini jumladagi o'rni o'zgarishi bilan oxirgi suzuq tovush belgisini o'zgarmasligi. Masalan, jaa haza, ra'aytu haza, marartu bi haza degan o'xshash, hazada qat'iy o'zgarish bo'lmaydi, shunga o'xshash. Shundaqla ism yana birlik, ikkilik, ko'plikka o'zgaradi. Yana birlik ism, ikkilik ism, ko'plik ism deb yana mufrad, musanna, jam'i deb 3 qismga bo'linadi. Unda esa masalan
Cem'ini öz navbatida ikkiga bo'lindi. Cemut tashih va cemut taksir deb ikkiga bo'lindi. Yine birligining qurilmasi salomat qolgan cemi va birligining qurilmasi o'zgartirilgan cemi deb. Ya'ni cemut tashih öz navbatida ikkiga bo'lindi. Cemi muzakkar salim va cemi muannas salim deb ikkiga bo'lindi. Ve cemut taksir ikkiga bo'lindi. Cemul qillat va cemul kasrat deb ikkiga bo'lindi. İsim onundan başka isim yana asli isim ve tasghir deb bilinadi. İsim asli bo'ladi. Mesela rajul uning tasghirichi rujayl degan o'xshash. Dirham duray degan o'xshash. İsim yine asli isim ve tasghir isim deb bilinadi. İsim onundan başka yana ismi jamid, isim mushtaq, isim cins deb yana bundaq bilinadi. Mesela ismi jamid deganda manasi ining labzidan, ining ma'nosi bilan pil yasalmığını olsa onu ismi jamid deymiz. Mesela nahrun desek bu daryo degan bo'ldi. Anda olsa nahrundan nahara daryo bo'ldi. Yanhiru daryo bo'ldi. Unhur daryo bo'lgan deganga o'xshash bundaq bir pil yasalmaganligi uchun buni ismi jamid deymiz. Ammo naharadan pil yasalmaydi demak emas. Naharadan pil yasaladi. Mesela va amasaila fala tanhar deganga o'xshash u chaqda u o'stan degan ma'no bilan yasalmadi. Qo'pollik qilish degan bir ma'no bilan yasalgan bo'lg'achqa u bo'lardi. Shu ismi jamid deganimizda ining labzidan ining ma'nosi bilan pil yasalmaydigini ismi jamid deymiz. Ism mushtaq degan nima desa, ism mushtaq deganimiz yana mesela isim fa'ilga o'xshash ism mushtaqlar 11 turga bo'linadi. Buningdan 8i odatda pildan yasaladi ve 3'ü shunaqlar ismdan yasaladi. O'z navbatda biz buni ism mushtaqlarni ko'rib o'tamiz ve ismi cins yine ma'lum turdosh ismlar deymiz. Ma'lum turdosh ismlar. Ismi cinsmi yine öz navbatida 3ga bo'linadi. İsmi cins yani ismi cins jam'i, ismi cins ifradi, ismi cins ahadi deb 3ga bo'linadi. Agar o ismi cins jam'i bo'lish uchun cho'qim uning birligi bilan ko'pligining o'tirisi ta'bilan farq qilingan bo'lsa shajarun va shajaratun degan o'xshash. Yoki ya bilan farq qilingan bo'lsa rumun, Türkün Türkiyun, Arabun Arabiyun degan o'xshash ya bilan farq qilingan bo'lsa, mana buni biz ismi cins jam'i deymiz. Yoki ismi cins ifradi bo'ladi. U ya'ni birlar lafzi bilan qalilgimi va kasrigimi dalolat qilgan bo'lsa, oz va ko'pga dalolat qiladigan bir xil lafzini ismi cins jam'i deymiz. Masalan, havo degan o'xshash. Zahabun desak oltin degan bo'ldi. Ozroq nima oltin degan bo'ldi, ko'p nima oltin degan bo'lgan bo'lg'achqa shunga o'xshash. Va ismi cins ahadi deymiz. Ya'ni shu turdosh ismlarning ichidan ma'lum bir turdan muayyan bo'lmagan birga dalolat qilgan. Masalan, Usama degan o'xshash. Har qanday bir yo'llasni nima degan bo'ldi? Usama lil asad deymiz. Usama har qanday bir yo'llasni bir yo'llasni bildiradi. Shunga o'xshash ism şu cinsi isim ve ondan başkaları bilinadi. Ve isim öz navbatida yine ondan başka isimlarning tarafati to'xtalgan vaqtida isim başka ishlab kelgan isim, shumkul ishlab kelgan isim, egilikli ishlab kelgan isim deb yine bir nechaga bo'linadi. Oxirida isim merfu, mensub, mecrur deb 3ga bo'linadi. Yine başka ishlab kelish, shumkul ishlab kelish, egilikli ishlab kelish. Demak, isim cho'qim 3 kirishdan birida keladi. Kitobda keladi ekan, har qanday yerda keladi ekan, nari kirishdan qat'iy nazar isim cho'qim ya bosh kelish, ya tushum kelish, ya egilik qilishlar bo'ldi. Unda o'zi ism bosh qilishlar ketgan cho'qim 7 o'rinning biriga tava bo'ldi yoki 6ning biriga tava bo'ldi desak bo'ldi. Ya'ni bu qazilsa yoki u ism bosh qilishlar qildi, ya fa'illar bosh qilishlar qildi. Yoki o naibul fa'illar başka işlep kıldı. Yoki mubda'lar başka işlep kıldı. Yoki haberlar başka işlep kıldı. Ve yoki de o isim inninki haberi yoki kanning ismi so'lab başka işlep kıldı. Ya onunga tabi olab, ya onunga sifatlik bilan agashguchi olab, yoki badallik bilan agashguchi olab, yoki atbilik bilan agashguchi olab, yoki ta'kid bilan agashguchi olab bir tabi ulug' asosan başka işlep kıldı. Demek isim başka işlep kıldı. Onun başka iş alameti ya asli bo'ladi va yoki far'iy bo'ladi. Chunki ismlarning alameti shunaqla asliya va far'iya deb ikki bo'ladi. Alamatul asliya va alamatul far'iya. Alamatul asliya cho'qim umumatan ism va fe'llarning alamatul asliya 4 bo'ladi. Dhamma, fatha, kasra, sakin bo'ladi.
Endi alomatul far'iyya va ya alif va undan boshqa subutun nun, hazfun nun deganga o'xshash bu ism tillardagi alomatlar shundan iborat bo'ladi. Shunga ism boshqa ishlab qildi. Yoki ism nima bo'lib qildi? Tushuntir ishlab qildi. Ism tushuntir ishlab keldi ekan, cho'qim u ism tushuntir ishlab kelgan chaqda o 11 o'rinning biriga tava bo'ladi. Yine o 5 maf'ulning birisi bo'lib keldi. Yoki maf'ulun bihi bo'lib tushuntirishlar keldi, yoki maf'ulun ma'ah bo'lib tushuntirishlar keldi, yoki maf'ulun li'ayda bo'lib tushuntirishlar keldi, yoki maf'ulun mutlaq bo'lib tushuntirishlar keldi, yoki maf'ulun fih bo'lib tushuntirishlar keldi. Shu 5 o'rinning 5 maf'ulning birisi bo'lib kelgan bo'lsa, chuqur tushuntirishlar keldi. Endi o ism yoki 11 o'rnidik 5 maf'ul yoki munada bo'lib tushuntirishlar keladi. Yoki mustasna bo'lib tushuntirishlar keladi. Yoki tamyiz bo'lib tushuntirishlar keladi. Va yokinkida u kanininki xabar bo'lib tushuntirishlar keladi. Kanallohu aliman hakima degan o'xshash. Yoki inining ismi bo'lib tushuntirishlar keladi. Demak 11 yoki buningga tabiilik asosan bo'lib kelgan bo'ladi. Endi ism yoki igrik qilishlar keladi. Igrik yine majrur İgrik qilishlar keladi deganimiz o ikki xil holatda bo'ladi. Yine harf jar bilan boshlanib igrik qilishlar keladi. Yine o harf jar bilan boshlangan al-ismul masbuq bi harfil jar deymiz. Harf jar bilan boshlangan ism igrik qilishlar keladi. Masalan alhamdulillahi desek Allohning zikriga igrik qilishlar kelganiga o'xshash. Sallamtu ala Muhammadin desek Muhammadning igrik qilishlar kelganiga o'xshash. Yoki muzafin ile yo'lab igrik qilishlar keldi. Ism igrik qilib kelishda yoki muzafin ile yo'lab igrik qilishlar keladi. Endi izofatlik shakllanish bu ismning xususiyati bo'ladi. Shu buni keyin o'tamiz. Shu mesela muzafin ile yo'lab igrik qilishlar keldi ism. Endi ism undan boshqa yoki biz endi tushuntirishlar keladi. Tushuntirishlar kelganini ko'rib o'tdik, igirikilishlar kelganini ko'rib o'tgan bo'ldik. Endi bu yerda boshqilish va tushuntirish va igirikilish degan bir gapni deb o'tgan bo'ldik. Boshqilish degan, ya'ni ism shu marfuat, tushuntirish shu mansubat, igirikilish shu majrurat shu. Endi bu boshqilish degan ayrim masala ve onunki alameti ayrim masala. Şuna mesela Ca'a Muhammedun desek müşerif Muhammedun'ni marfu başkılışlap kelgen isim deyimiz. Onun başkılış alameti ne oldu? Dalının üstüge zamme oldu. Yani Ca'a fil mazi mebni alel feth Muhammedun fa'il marfu alameti rabbi az-zamme az-zahire. Yani Muhammed başkılışlap kelgen isim bulup onun başkılış alameti fetha deyimiz. Endi odatda zamme zammatun, fetha fethatun, kesre kesretun deb ikki xil bir. Endi zammun bilan zammatunning, fetha bilan fethun bilan fethatunning, kesrun bilan kesratunning qanday farqi bor desa, zammun va fethun va kesrun bu alamet. Bu alamet zammatun, fethatun, kesratun bu alamet. Bu alametler ya iki tane zammun ve zammetun bu bizde peş deyimiz hem de peş bilen fethun fethatun degan zibar bilan kesrun kesratun degan zir bilan ifodalangan bo'ladi. Endi buning ikkisi qanday chaqda fethun deymiz, qanday chaqda fethatun deymiz. Qanday chaqda kesrun deymiz, qanday chaqda kesratun deymiz desa mu'rab ismlarda Təvilən deyimiz zammetun, fethatun, kesretun bu mü'rab isimlarının atalığı işiltilidir. Fethun, kesrun, zammun deganlar mebni isim işiltilidir. Mesela biz misal görsek Ca'a tullabun desek, Ca'a tullabun, Ca'a fil mazi mebni alel feth. Liannehu lem yettesil ayyu şey. Onun hiç qandaq narsa tutashmaganligi uchun yoki hech qanday bir narsaga tutashmaganligi uchun shuni safarga mabni. Endi biz uni yana kirib o'tamiz. Anda bo'lsa at-tullab shu biz ja'a fil mazi mabni alal fatha dedik. Alal fathi. Amma at-tullab fa'il marfu alamat ar-rafi ad-damma tu az-zahiratu. Damma dedik. Damma. Dam demaymiz. Shuna ama mesela biz yine bir misalını görsek sellemtu ala haulai sellemtu ala tullabi mesela ala huruful jar
tullab onun mecrur alamatul cer el kesre. Ala tullabdaki et-tullab mecrur alamatul cer el kesre. Kesre yani el kesre. Ama kesretu demekçe biz kesre to'xtaganda avlan to'xtaymiz. Ama sallamda ala haula desek haula mecrur alamatul cer yani bunun da mahallen mecrur deymiz endi bunun çünkü bunun mebni bo'lib chiqmaydi. Çünkü haulai mebni alal kesr. Haulai fi mahaller cer mebni alal kesri. Kesreh emas kesri. Şuna yani mebni bilen mu'rabniki atalosniki bu atalılarını biz farklı öğrenişimiz gerek. Şuna isim butken o yukarı urlardan birge tevavül oldu. İnşallah biz isim hakkında tefsil toxtunumuz. Endi vesmun ve fi'lun sümme harfun yil kelim dedik. Fiil degan nima desa, fiil o'z navbatida bir nechaga bo'linadi. Ya'ni fiil odatda 3 ga bo'linadi. Al-fiil madi, muzari, emri. Fiil 3 ga bo'linadi. Fiil mazi ve fiil muzari ve emri fiildir. Endi fiil mazi, muzari, emriga deb 3 qismga bo'linadi. Shunday qilib fiil o'z navbatida mu'rab ve mabni deb 2 ga bo'linadi. Endi fiil mazi degan nima, fiil muzari degan nima, fiil emri degan nima deganimizda fiil mazi odatda o'tgan zamondagi ma'lum ish harakatni bildiradi. Al-fi'l mal fi'l, ma huwa al-fi'l, ma huwa al-ism, ma huwa al-harf desak al-ism kullu kalimatin tadullu ala ma'nan muayyan bidun az-zaman dedik. Anda olsa mal fi'l, ma huwa al-fi'l, al-fi'l kullu kalimatin tadullu ala hudus şey fi zamanin muayyan. Yani muayyan bir zamanda ma'lum bir zamanki ma'lum bir ish harakatni bildirgan so'zni biz fi'l deymiz. Anda o'zi ma huwa al-harf, harf degan nima desa, al-harf laysa laha ma'nan illa ma'a ghayriha. O'z oldiga mustaqil ma'no bildirolmaydigan, o'zdan boshqa so'zlarga qo'shilish orqali ma'no ifodalagan so'zni biz harf deb ataymiz. Anda bo'lsa, bu yerda fi'l o'z navbatida fi'l mazi va muzari va amr deb. Fi'l mazi degan nima desa, fi'l mazi deganimiz o'tgan zamondagi ma'lum ish harakatni bildirgan so'zni fi'l mazi deymiz. Masalan, kataba desak yozdi. Desak kataba o'tgan zamonda yozib qo'ygan bir ish harakatni bildiradi. Jaa desak keldi, kip bo'lganni bildiradi. Shunga o'xshash fi'l mazi va muzari. Masalan, endi muzari desak, muzari odatda hozirgi zaman yoki kelgusi zamanni bildiradi. Buningda fi'l muzarining zamoni, fi'l mudarining zamoni 2 ro'y. Fi'l amri desa, fi'l amri degan ma'lum ish harakatini talab qilganligini bildiradi. Ma'lum ish harakatini talab qilganligini bildiradi. Ya'ni uning zamoni kelgusi zaman bo'ladi. Kelgusi zaman. Andada fi'l biz xuddi mazi, muzari, amr deb bilgan o'xshash, bu fi'l yana mu'rab ve mabni deb bilinadi. Anda bo'lsa fi'llarning qaysi mabni ve mabni bo'lsa nimaga mabni ve qaysi mu'rab degan haqida to'xtalamiz. Fi'l odatda madi ve amrisi mutlaq mabni bo'ladi. Fi'l mazi ve fi'l muzari ve fi'l amrining ichida madi bilan amri mabni bo'ladi, ama muzari mu'rab bo'ladi. İlla mabni agar uningga nunu ta'kid yoki nunu ta'kid tutsa yoki nunu nisbat tutsa, ayollik nunu tutsa yoki uningga ta'kidning bevositini tutsa, bu chog'da bu mabni bo'ladi, bo'lmasa mabni bo'lmaydi. Endi fi'l mazi mabni bo'ladi. Fi'l mazi 3 narsadan biriga mabni. Ya'ni yoki sakinga yoki zammiga yoki fataga mabni bo'ladi. Qanday chog'da fataga mabni bo'ladi degan vaqtimizda fi'l mazi uning vovul jamoa tutashmasa, nunun nisbat tutashmasa va taul fa'il, naul fa'il tutashmasa fi'l mazi sizlarga mabni bo'ladi. Yine fataga mabni bo'ladi. Masalan, jaa desak fataga mabni,
ketebe desek fethaga mebni, keteba desek mi fethaga mebni deymiz, ketebet desek mi fethaga mebni deymiz, ketebeta desek mi fethaga mebni deymiz. Ama pil mazi nunu nisbet tutassa yoki taul failla, naul failla tutassa pil mazi sakin mebni olur. Mesela ketebne, ketebte, ketebtuma, ketebtum, ketebti, ketebtuma, ketebtunne, ketebtu, ketebna degan o'sha holatlarda pil mazini biz bu yerda sakin mebni bo'lgan deb qaraymiz. Ama pil mazi dhammaga mebni bo'ldi, vovul jamoat tutsa ketabu deganga o'xshash. Unda da pil mazi 3 narsaga mebni bo'ldi. Bir xil holati dhammaga mebni, u vovul jamoat tutishgan shakli, 9 xil holati sakinga mebni bo'ldi, u nun nisbat tutishgan ta'al fa'il va na'al fa'il tutishgan shakli, 4 xil holati zibarga mebni bo'lgan bo'ldi. Shuning bilan pil mazi. Unda bo'lsa pil muzari cho'liz, pil muzari mu'rab. U pil muzari mu'rab bo'lgandan keyin boshqa ishlab keladi, tushunki ishlab keladi. Jazm endi pil ya marfu, mansub, majzum bo'lib keladi. Ammo pilda majrur deydigan gap yo'q. Ismda majzum deydigan gap yo'q. Shunga ism jazm qilmaydi, fil majrur bo'lmaydi. Shunga anda bo'lsa pil muzari boshqa ishlab keladi. Qanday chaqdasa uning beshiga alomatul nasbi va alomatul jazmlar qo'shilib kelmasa, u boshqa ishlab kelgan bo'ldi. Muhammadun yazhabu, Muhammadun yaktubu deganga o'xshash boshqa ishlab kelgan deymiz. Chunki alomatul jazmi va alomatul nasbi bilan kam ketgan. Va tushunki ishlab kelgan deymiz. Masalan, Muhammad lan yazhaba ila suqi desak, o'sha lanning sababi bilan yazhaba tushunki ishlab kelgan bo'ldi. Lanning sababi bilan. Muhammad lam yazhab ila suq desak, lamning sababi bilan kesik bilan kelgan bo'ldi. Jazm qilib kelgan bo'ldi. Ammo fil muzari mu'rab bo'ldi, lekin ikki xil holatda fil muzari mabni bo'ldi. U qalsa, u ikki holat qalsa, birisi u nunni nisbat tutsa. Endi fil muzari nunni nisbat tutsa, u chaqda sakin mabni bo'ldi va shundaqla nunu ta'kid al-mubashira. Ta'kidning bir vasfini tutashgan joyda fil muzari yine mabni bo'ladi. Endi fil muzari odatda fil mazidan maydon keladi. Yine harfi muzari'ni qo'shashariqlik maydon keltiramiz. U harfi muzari 4 u qalsa ilif, ya, ta, nundan iborat. Buni atayamma deymiz, anaytum deymiz. Qanday lafzlarni atsak mayli, chiqib fil muzari holati mana shu. Endi buning bit tafsil ahvolini keyin tafsilotini kitobda ko'ramiz. Unda pil amr cho'lisa pil amr mutlaq mabni bo'ladi. Nimaga mabni bo'ladi desa, pil muzarining jazm qilgan holatiga mabni bo'ladi. Pil amrining mabni nimaga mabni desa, pil muzarining jazm qilgan holatiga mabni. Ana o'z pil muzari qanday holatda jazm qiladi desa, agar pilning oxiri harf sayyi bo'lsa sakin o'qiladi. Masalan, lam yazhab desak, ana o'z pil amr izhab, lam yazhab desak, mushal pil muzari jazm qildi, alomatul jazmi as-sakin. Yine lam adatul jazmi la ma'la min al-i'rab, yazhab fil muzari majzum, alamatul jazmi as-sukun. Anda olsa izhabning mucho, onun izhabma fil amri mabni, alamatul mabni as-sukun. Mabnining alamati bu yerda sakin bo'ladi. Shunga o'xshagan navada o fil muzari ahire harfi illet olsa, harfi illetten taşlangalığa asasen cezm kılıttı. Mesela lem yermi desek, lem yermilik, lem harfi cezme, yermi fiilmuzari meczum, alametli cezme hazfa harfi ille. Ahirdeki harfi illetten taşlangalığı mebni deyittik. Şunu okşuğan, bu yadımı, yani şu irmi desek, irmi degen fiilmuzari, irmi degen fiil emri mebni, alametli mebni, hazfa harfi illa. Ahirinin harfdeki harflerden taşlangalığı mebni deymiz. Şuna pil emri mebni, mebnilik alametini bildirirse, nimek mebni ise pil muzarının cezmi okulan halatdaki mebni deyişimizden söylemiş. Şuna pil mazi olduken, muzari olduken, emrike hemmesi çok mebni oldu. Kağalları. Şimdi pil, şundakla mebni ve mu'rab boğuna oxşaş. Yine pil muzari, başkiliş, pil muzari. Hem de ondan başka pil, yani öz navbatida jamid ve pil jamid ve pil mutasarrif deb ikkiga bo'linadi. Pil jamid degan nima desa, pil jamid deganimiz u
mazi şeklinde kelse muzari şekli kelmeydigan, muzari şeklinde kelse mazi emri şeklinde kelmeydigan yoki emri şeklinde mazi şekli kelmeydigan bir xil holat ishlatilib, yine bir xil holatda ishlatilmagan bo'lsa, biz buni pil jamid deymiz. Endi masalan, laysiga o'xshash, laysi mana pil jamid. Laysa laysa laysu laysa laysata las. Lasna lasta lastuma lastum lasti lastuma lastum lastu lasna deb keladi. Pil mazi şekli keldi, lekin uning nima shakli muzari laysa yalisu lis deb bunda kelmadi. Endi ta'al desak mana emri shakli keldi yoki hati desak emri shakli keldi, uning ama mazi ekan. Muzari şekilleri kelmadi. Şu pil jami deymiz. Ama pil mutasarrif desa mazida ishlatiladigan, muzari shakli ishlatiladigan, emri shakli ishlatiladigan bo'lsa, andimiz buni bu pilni pil mutasarrif deb qaraymiz. Masalan, nasara desak, nasara mazi şeklinde işletildi, yansuru deb muzari şekli işletildi, unsur deb emir şekli işletilgachga biz buni pil nasarani pil mutasarrif deymiz. Pil xuddi o'z jamid va mutasarrif deb demoqga o'xshash, pil o'z navbatida sahih va mu'tal deb ikkiga bo'linadi. Fil sahih va fil mu'tal deb ikkiga bo'lindi. Ana o'z fil sahih degan pil sahih degan nima desa, hamda filni sahih, mu'tal deb arishga kelgan chog'da avvalan bizda mizanul kalam degan bir prinsip bor. Arab so'zining o'lchami bo'lgan fa'il lam degan 3 harf bor. Va da arab so'zining o'lchami, ya'ni mizanul kalam deymiz buni. Fa'il lamdan iborat 3 harfni asos qilib turib, bir filning asli yoki mazid ya asli sulasi yoki rubai mazid, sulasi mazid, sulas degan o'xshash bunda bo'lashda shu fa'il lamning shu asli harfini qator qilib turib manamiz. Unda bo'lsa fil sahih va mu'tal bo'ldik. Arab so'zining o'lchami bo'lgan fa'il lamning barobarida hech qanday harfiy illat kelmagan bo'lsa, bu bo'ldi. Buni biz nima deymiz? O'chog'da buni sahih deymiz. Endi sahih o'z navbatida 3 ga bo'linadi. Sahih, salim, mudoab va mahmuz deb chiqadi. Salim degan nima desa, arab so'zining o'lchami bo'lgan fa'illarning barobarida hech qanday harf illat kelmagan bo'lsa, uni salim bo'ladi. Unda muzaaf ini o'z ikkiga bo'linadi. Muzaaf sulasi va muzaaf rubai deb ikkiga bo'linadi. Masalan, farra desak, muzaaf sulasi bo'ladi. Sarsara desak, muzaaf rubai bo'ladi. Endi o'zi muzaaf sulasi degan nima edi? Muzaaf sulasi degan arab so'zining o'lchami bo'lgan fa'il lamdiki, ayni lamning barobarida o'xshash harfdan ikkisi kelgan bo'lsa, bir jinsdan o'xshash harfdan ikkisi kelgan bo'lsa, buni muzaaf sulasi deydik. Ammo muzaaf rubai desa, arab so'zining o'lchami fa'il lamdiki fa sara dedik. Arab so'zining o'lchami bo'lgan fa'il lamning barobariki fa va birinchi lamning barobarida bir xil o'xshash harf, ayni va ikkinchi lamning barobarida o'xshash harf kelgan bo'lsa, fa'lala sara degan o'xshash. Buni biz muzaaf rubai deb atadik. Endi mahmuz dedik, salim sahih bil 3 ga bo'lindik. Biz buning uchinchisi mahmuz. Mahmuz yine 3 qism bo'ldi. Mahmuzul fa, mahmuzul ayn, mahmuzul lam deb. Arab so'zini o'lchami bo'lgan fa'alarga fa'ning barobarida hamza kelgan bo'lsa, mahmuzul fa bo'ladi. Bu akala deganga o'xshash. Ayning barobarida hamza kelgan bo'lsa, o'chaqda mahmuzul ayn bo'ladi. Sa'ala deganga o'xshash. Lamning barobarida hamza kelgan bo'lsa, mahmuzul lam bo'ladi. Qara'a deganga o'xshash. Unda bo'lsa, mu'tal degan nima desa, arab so'zining o'lchami bo'lgan fa'illarning barobarida hurufi illatlardan bir harf kelgan bo'lsa, ya bir ya ikki dona harf illat kelgan bo'lsa, buni mu'tal deymiz. Unda biz harf illat degan nima desa, va ilif yadan iborat 3 harfni biz harf illat deymiz. Bundaqcha bo'lganda buni suzuq tavush harfi deb atasak bo'ladi. Suzuq tavush harfi. Shunga harf illat 3 bo'ladi. Unda mu'tal deganimiz arab so'zining o'lchami bo'lgan fa'illarniki bu 3 harfning o'rtada 3 harfning birining barobarida harf illat kelib qolgan bo'lsa, bu mu'tal bo'ladi. Unda mu'tal bir nechaga bo'ladi. Mu'tal fa buni misol deb ataymiz. Mu'tal ayn buni ajvab deb ataymiz. Mu'tal lam buni bir nechaga bilamiz. Mu'tal lam naqs. Endi bu mu'tal lam adatdan naqs arab so'zini o'lchami fa'illarniki lamning barobardan bir harf illat kelgan bo'lsa naqs bo'ladi. Masalan, rama deganga o'xshash. Buni naqs deb ataymiz. Yoki mu'talil ayn val fa yoki
Mu'tallil ayn ve lam yak mu'tallil fa ve lam. Buni masalan arab so'zida o'lchab olgan fa bilan lamni barobar kelgan bo'lsa buni multavi deb ataymiz yoki lapib mafruq deb ataymiz. Ammo ayn ve lamning barobar kelgan bo'lsa buni lapib deb ataymiz yoki lapibi maqrun deb ataymiz. Masalan qava desak yoki shava desak bu nima bo'ladi desak qava shava desak mana bu lapib yoki lapibi maqrun desak bo'ldi. Nima ish qilib deymiz deganda arab so'zi o'lchamagan ayn va lamning barobarida ikki dona harflar kelganlik uchun. Endi vaha desak buni multavi deb atasak bo'ladi. Bosh oxir harflar bilan uralgan bo'g'achqa, qo'shilgan bo'g'achqa yoki buni lafib mafruq deb bunda atalsin bo'ladi. Endi fil demak mu'tal. Anda bo'lsa odatda biz arab so'zida o'lchagan fa'illamdagi fa'ning barobar harflar kelgan misol dedik. Bu misolni ikkiga bo'linadi. Misoli vavi va misoli yayi deb. Agar vav bilan kelgan bo'lsa misoli vavi bo'ldi, vasaba, va'ada deganga o'xshash. Ammo misoli yayi bo'ladi, ya bilan bo'lgan misol deb ataladi. Masalan, yasara deganga o'xshash. Endi ajvab mishkillarda ajvab vavi va ajvab yayi deb. Masalan, ba'a desak buni ajvab baya'a, ajvab yayi qala desak asl qavala ajvab vavi deb atalmamizga o'xshash. Shuna fe'l sahih va shundaqla mu'tal deb ikkiga bo'lindi va mahmuz deb. Endi fe'l o'z navbatida fe'l mutaaddi va fe'l lozim deb ikkiga bo'linadi. Fe'l mutaaddi va fe'l lozim bu endi qanday bo'lsa fe'l lozim bo'ladi, qanday bo'lsa fe'l mutaaddi. Al-fe'l lozim fe'lun yaktafi ma'al fa'il va la yahtaj ila maf'ul bih. Demek faillam kifoyalanadigan maf'ulun bihiga ehtiyojli bo'lmaydigan fe'lni fe'l lozim deymiz. Masalan, karuma Muhammadun Muhammad aytsaxi bo'ldi deganga o'xshash. Sharif va Ahmad sharaflik bo'ldi deganga o'xshash. Endi fe'l mutaaddi cho'risi fe'l mutaaddi degan al-fi'lul lazi la yaktafi ma'al fa'il va yahtaju ila maf'ulun bih. Yine maf'ulun bih faildan kifoyalanmaydigan maf'ulun bihga ehtiyojli qutgan bundaq fe'lni fe'l mutaaddi. Yine buni o'timlik fe'l deymiz. Fe'l lozimni o'timsiz fe'l deb ataymiz. Endi demak fe'lni mutaaddi yoki lozim deb atashimizda faqatla biz tanlagan narsa maf'ulun bih talab qilish qilmaslik. Qolgan maf'ullarga qaramaymiz. Faqat fe'lning maf'ulun bih talab qilish qilmaslikka qarab turib bu fe'lni lozim yoki mutaaddi deb ikkiga bo'lamiz. Ana o'zi fe'l faillardan bo'ldi qilmay kifoyalanmay maf'ulun bih talab qilgan fe'lni biz fe'l mutaaddi deb bu fe'l mutaaddining 3 qismga bo'linadi. Fe'l mutaaddi ila maf'ul wahid, al-fe'l mutaaddi ila maf'ulayn, al-fe'l mutaaddi ila salas mafa'il. Yani bir maf'ulga talab qiladigan fe'l, ikki maf'ul talab qiladigan fe'l, 3 maf'ul talab qiladigan fe'lda bu 3 qismga bo'linadi. Fe'llar endi shundaqla bu fe'l lozim va mutaaddi deb 3 qismga bo'lindi va o'z navbatida u fe'l shuning bilan birga ma'lum va majhul deb ikkiga bo'linadi. Ma'lum fe'l va majhul fe'l deb ikkiga bo'linadi. Unda bo'lsa fe'l ma'lum degan nima? Majhul degan nima desak, ma'lum degan alima sizning ism maf'uli alim. Va bildi ma'lum bilinguchi degan bo'ldi. Majhul fe'l degancha bilinmagan fe'l degan bo'ldi. Bu al-fe'lul ma'lum bilinmagan fe'l, al-fe'l bilingan fe'l. Al-fe'lul majhul bilinmagan fe'l degan nima demakchi desa, ya'ni fa'ili bar yoki fa'ili kami uning fa'ili unga bir naibul fa'il kelganga qaratiladi. Agar fe'l ma'lum bo'lsa uning cho'qim ma'lum sharkatni qilguvchi bo'lgan sharkat uning bilan vujudga chiqqan bir fa'il ina uningda kelgan bo'lsa ya zahiran ya taqdiran ashara bir ma'nan bo'lsa bu fe'l ma'lum bo'ladi. Agar fa'ili kelmagan bo'lsa fe'l o chaqda u fa'ilsiz fe'l mavjud bo'lmaydi. Shunga uning naibul fa'il. Masalan, kataba Muhammadun
kataba Muhammedun desek, Muhammed yaz desek, mana bu pilni biz ma'lum pil deymiz. Chunki kataba Muhammedun ad-darsa. Muhammad darsni yazdi desek, bu yerda darsni yozishdan iborat harakatni qilguvchini biz bu yerda fa'il deymiz. Shu bu yerda kataba deki Muhammedunni fa'il deymiz. Nimaning kataba degan pilning fa'ili deymiz. Onda da bu pilni biz ma'lum deymiz. Nimishqa buni fa'ili aniq bo'lganligi uchun, ma'lum bo'lganligi uchun. Ammo kutiba darsu ders yezildi desek, dersning yezilganligi aniq, lekin dersning kim yozganligi aniq emas. Kimning yezilganligi bilinmadi. Dersning yozganligi, ya'ni dersninki yozuvchisi bilinmedi. Onda onu mecul pil deymiz. Şunlaşqa kataba Muhammedun ad-derse kutiba ad-dersu degan o'xshash. Mesela qatala desek o'ltadi. Cho'qim bir o'ltagichi aniq bor bunda. Qutil desek o'ltirildi. Onun da o'ltirilguchi bor, o'ltagichi aniq emas. Shunga pilning fa'il tashlanib maf'ulun bi onun o'rniga keltirildi. Yoki undan boshqa maf'ulun bihlar, yoki undan boshqa jari majrur boshqa narsalar maf'ulun fa'il o'rniga keltirildi. Shuning buni majul pil fa'il bilinmagan pil deb bu o'z navbatida tafsil tushunib o'tamiz. Pil ma'lum va majhul deb ikkiga bo'linadi. Endi pil ma'lum va majhul deb ikkiga bo'lindi dedik. Ve onundan başka pil yana ma'lum ve mechul bilinishdan sir endi pil tam ve shunaqla naqis deb chiqib buni. Pil tam ve pil naqis. Pil tam degan nima desa, ya'ni u pil naqisning aksini tushunsak. Masalan kana af'alun naqis deydigan bir pillar bor. Ismisi kelib xabar kamisi to'liq qo'yibkini bildirmaydigan pillarni pil naqis deb ataymiz. Masalan kana desek kana Allahu aliman hakima desek bu pilni naqis pil deymiz. Chunki ismi kelib xabari to'liq kamisi to'liq ma'no bildirmaydi. Ham shundaqla buni birga nima deb atasak bo'ladi? Biz ashuna bilan birga buni pil naqis desh bilan birga pil nasix deb atasak bo'ladi, ham atiladi. Chunki u ismli jumlaning bir shikishib, muddaxani o'zining ismisi qilib, xabarni o'ziniki xabarga o'zgartganligi uchun shu buni biz pil naqis deb ataymiz. Bunda bo'lsa, demak pil tam va naqis deb atilishi mujnoqdan bo'lgan. Ammo fa'illanam kifoyalangan bo'lsa, buni tuluq pil deymiz. Anda biz bayan pili lazım o'xshab qolmamdi desa, yo'q. Pili lazım deganimiz maf'ulun bi talab qilish qilmaslik nuqtasidan bo'lsa, ma'u ism bilan kifoyalanib xabarga muhtoj bo'lish bo'lmaslikdan qartilgan atalıq bo'ladi. Shunga pil bir nechaga. Shuning bilan birga yana biz endi va ismun va fi'lun summa harfunil kalim dedik. Unda o'zi harf degan nima deganimizda, harf deganimiz endi harf ikkiga bo'linadi. Biz bayon dedik, harf degan o'z oldiga mustaqil ma'no bildirilmaydigan, o'zidan boshqa so'zlar qo'shilib ma'no bildiradigan so'zni harf dedik. Unda bu harfdan qas harf maqsad esa harf asli ikki qism bo'ladi. Harful mabani ve harful maani. Bizning bu grammatikadan maqsad qilmoqchi bo'lgan harfimiz harful maani maqsad, harful mabani maqsad emas. Harful mabani bilan harful hijai ikisi bir ma'noda. Yine odatda kelime onundan barliq keladigan sözlük onundan tuziladigan harflarni harful mabani deymiz. Mesela elif ba ta sa jim ha dal zal ra za deganga o'xshash ma harflarni nima demoqchimiz? Harful mabani. Ya'ni kelimeler onundan quriladigan harf. Mesela biz desek kalam nimadan meydon keladi? Kalam kelimadan meydon keladi. Kelime nimadan meydon keladi? Huruful mabanidan meydon keladi. Ama huruful maani o emas. O maqsad qilinmaydi. Kelime huruful maanidan tuzilmaydi, huruful mabanidan tuziladi. Miyadi demakchi o'g'limiz huruful maani maqsad. Endi harf bir nechaga bo'lindi. Bu ya'ni masalan huruful maanini öz navbatida 3 qismga bo'linadi. Huruful maani. Al-harful khas bil ism. Al-harful khas bil fi'l. Al-harful mushtarak beynel ism vel fi'l. Demek bu harful maanilarning ichida şu amillik vazifalarni va o'tab keladigan ba'zi ma'no ifodalaydigan harflarning ichida bu harflarning ichida xos ism bilan ishlatiladi. Masalan harfi jarga o'xshash
harfi mushabba bil pilga o'xshash faqatlam ism bilan ishlatiladigan va buning orasidan xasan pil bilan ishlatiladigan va masalan harfi nasba va harfi lam va langa o'xshash pil bilan ishlatiladigan va shundaqla ism va pillarda o'rtaq ishlatiladigan va masalan hamzatul istifham halil istifham yana hamzatul istifham va halil istifham yana mana bu ismdimi keladi pildimi keladi akataba muhammadun hal kataba muhammadun muhammadun zahaba deganga o'xshash hamza istifhom ism bilan keladi va pillar bilan keladi. Shunga harf o'z navbatida bu bir nechaga bo'linadi. Buni biz tafsilga kirib o'tamiz. Shunga ismun va fi'lun summa harfunul kalim. Endi biz bu bir bekga qaragan vaqtimizda biz avvalan shu bir bekninki jumla qurilmasini ko'rib bo'lsak, kalamuna labzun mufidun kastaqimda kalamuna degan bu shu bekning o'zining bir grammatik qurilmasini biz tahlil qilganimizda kalamuna juz'ul mubtada mubtada bölük oldu kalamı mudaf mubtada merfu alamet rafi ad-damme bulup mudaf na zamir muttasil mebni ala sukunul muqaddara fi mahalli cer muzafın ileyhi oldu. Ama labzun kalamı degan mubtadanın haberi oldu mufidun labzunun süpti oldu. Bizning kalamımız faydalı hepsi. Endi kastaqimning bo'ladi desa kastaqimni ikki xil ehtimollar bor. Agar biz kastaqimni shu kalamning ta'rifati deb tushunsak, kalamning ta'rifati deb bu kastaqim degan bo'lsak, o chaqda labzning sifati bo'ldi. O chaqda bizning kalamimiz istaqimga o'xshash foydali labzi deb tarjima qilamiz. Yo'q, bu istaqim o kalamning ta'rifati emas. Kalam deganga keltirilgan bir misol xolos demoqchi bo'lsak, o chaqda bu tashlangan mublaning xabari bo'ladi. Bizning kalamimiz foydali labzdir. U istaqim degan so'zimizga o'xshash. Zalika ka qawlika istaqim. Zalika ka qawlika istaqim. Zalika degan mubla tashlangan, kap degan hurf jar mushu, qawlu degan muzofin kapning majrur tashlangan va qawlika degan muzofillay tashlangan. Asli istaqim tashlangan qawludan badal. Shun kastaqim deb qaraymiz. Shun istaqim yani labzi maqsad qilinadi. Endi va harf istinab yangi jumlaning boshlanganligini bildiradi. Ismun xabar muqaddam va harfat fi'lun ismunga atba summa harfat harfun ismunga atba al-kalim mubtada muakhkhar. Bunini ko'rib olish bo'ldiki, arab so'zida mubtada keyin xabar ilgirkasi bo'ladi deganni ko'rib oladi. Shundan bilan birga anda bo'lsa nimishqa ism bilan fe'lni harfat bo'lgan va bilan atb qildi, nimishqa ismun va fi'lun summa harfun al-kalim deb harfni sum bilan atb qildi. Nimishqa bu yerda ismun va fi'lun sum harfini kelganda sum degan harfat bilan ishlatdi. Ism bilan fi'lunga vo degan harfat bilan ishlatdi. Ammo fi'lun bilan harfini o'tirib sum degan harfni ishlatdi desa, buningda ism bilan fi'lda ikkisida bir yaqinlik bor. Nimishqa ism bir muayyan ma'noni bildiradi, zaman uqumi yo'q. Ama fiil ma'lum bir ma'noni bildiradi, ama zaman uqumi bor. Bu ikkisi yaqinlik bor, lekin harfda unday yo'q. Harf o'zidagi bir ma'noni bildirmaydi, o'zining g'ayriga qo'shilib ma'noni bildirgan bo'lg'achqa, harfning ism bilan fiilga bo'lgan o'xshashlikni aytib, naroq bo'lg'achqa, yiroq bo'lg'achqa, shunga summidan iborat ma'lum taraqiyni ifodalaydigan bir harfat bilan atb qilingan deb qaraymiz. Ve ahir da'vana elhamdülillahi rabbil alamin. Bugünkü dersimiz müşahede ahirlaşkan buldu. İnşallah kinki saatte dersimizni vahidu kelimetun degenin davamlaştırırız.